Bugün yakshanba, bismillah deb turdik. Biz shu o'rtaga ko'chib kelib qolibmiz mana shu domga. Oldin boshqa joyda yashardik. 4 oy oldin shu joyga mashinani tashlab ketgandim. Bolalar aytyapti, zapravkani oldida mashinangiz bor, chiqing dedi. 4 oydan beri uyga borib kelganman. Mashina yurgani yo'q. Bashi 2 oy bo'lib ko'chib kelganiga 2 oy oldin meni olib kelib qo'ygan. Hozir topib yurgizib ko'ramiz. Mashinani ham topdik. Xolasa mana hakikaten zapravkani yonidagi. Endi bir qator yurgizib ko'rishimiz kerak. Bir qator kapotlarni ochib mashinani ko'rib oldim. Xudo xolasa hamma yo'q joyida yurgizib ko'ramiz endi. O'ralmayapti. Rolam katta. O'ralmayapti. Hozir bir bola qilib urash harakat qilib ko'raman. Qatib qo'yganligi uchun buraldi do'stlar. Nimagadir spleni juda bo'sh. Amin. Qattiq bo'lishi. Qo'lda ham bosib qo'ysa bo'ladi. Juda bo'sh, yomg'ir ham boshladi. Yana bir qator kapotni ochib ko'ramiz. Spleni o'ta bo'sh. Ana. Bu darajada bo'lmash kerak. Yomg'ir boshladi. Hop. Mana bu joyda jiddiy ko'rish kerak. Yomg'ir boshladi. Motorning maslasini ko'rdim. Antifriz ko'rdim men, antifriz ham bor. Hamma yo'g'ini yaxshilab bashab ketdim. Zaryadka bor. Jitsimiz ham bor, xudo xolasa. Ozayib qolibdi. Endi bu darajada oz emas. Kamroq. Bagajda bor edi. Olib qo'yamizda bo'lmasa. Hop. Jitsini qo'yildi. To'ldi kaçtı. Yapıyoruz bunu endi. Uni ham sal qaytarib qo'yamiz. Motorning maslasini ko'rdim, shu yaxshi, hamma yo'q joyida. Suvlari hamma yo'q zo'r. Endi bir qator yana yurgizib ko'raman. Yomg'ir boshlandi. Zapravkada benzin yo'q do'stlar. Dizel bor, benzin yo'q. Ya bismillahirrohmanirrohim. Splena o'sha qatgani yo'q. Mashina orqasini ko'tarib qo'yganman. Yaxshi turibdi, yaxshi holatda turibdi mashina. Xo'p, qani bismillahirrohmanirrohim. Yana bir marotaba yurgizib ko'ramiz. Yarimtaga yurdi mashina. Yo'q do'stlar, mashina o'chib qoldi. Chaynagi yonib. O'chib qoldi o'zi. Qo'shib ko'rsam qo'shilmayapti. Endi bir uloq qilib sal turaychi. Yana bir yurib bosib ko'raman. Endi 4 oydan beri yurgan yo'q mashina.
Topdim do'stlar. Shunisi ana yerdan chiqib ketibdi spirvadalari. Ko'rayotgan bo'lsa, hozir buni qatiraman. Bu дополнительный signalizatsiya bo'lsa, bu protrolga qatirib yurgizib beraman. Chiqdim ichkariga. Turib yomon bo'lib ketibdi. Panglab ketibdi. Mashina turaverib. Orqalari ham panglab ketibdi. Bechara mashina. Mana endi yana splina yo'q. Hali yurgizib ko'ramiz. Qani. Bismillahirrohmanirrohim. Yurdi, benzinni ko'ryapsizlarmi? Hali qizigan yo'q, benzinda quyib ketganman. Kesam qiylamayman deb to'ldirib qo'ydim. Ozgina minishgan ekan borlar. Xuddi bilgandek zapravkalarda benzin yo'q. Ishlayapti. Mana yaxshi. Mana bu joyda. Endi yurib ko'ramiz, shuni tushirib. Sal qizisa. Yomg'ir ham maydalab astag'firullah bo'ldi. Endi bugun yakshanba dam oldim. Keliblar ishni boshlaganman, mashinaga teganim yo'q, mashina turgan ekan. Sheriklar, sherik qo'shib qo'ygan ekan. Kelib stroykada ishlayapman. Qurilishda sheriklarim bilan, o'rus sheriklarim bor. Bunga jalim qo'lim yetgan yo'q edi mashinaga. Mana bugun vaqti bo'libdi. Xohlasa dokumentlar yo'q, hech qanaqa dokument yo'q mashinaning. Sug'urtalar yo'q. Endi baribir jiddiy aylanib mashina oyog'ini yozib, Xodoroziga keltirib qo'yish kerak. Ishtirokchilarga o'xshash o'zgarishlar bo'lgan. U juda zo'r edi. Tana yuradi o'xsha. Ko'ramiz endi hamma bu joydadir. Yaxshi. Yomg'ir astag'firullah bo'ldi. Endi hozir O'zbekskiy kuxniyaga borib o'sha yerda choy ichamiz. Mana shu yerdan 1 kilometrcha uzoqda. Shu yerga ketyapman endi oyog'imda. Mashinani yozib kelaman shu bilan. Sal ko'tarilib qoldi. Bahomasi endi sekin yursak bo'laveradi. Splina ham sal qatdi. Shuni tushirdim, yurmayapti, do'mlik. Bismillahirrohmanirrohim. Yo'q, yaxshi. Bahomasi yaxshi. Endi shunday o'tib zapravkaning ichi bilan. Zapravka yopiq. Shu yerdan o'tib, burilib, chapga yurib, xonaga boramiz. Ketyapmiz yo'llarda remont, yomg'irga qaramasdan. Mana bir remont qilyapti. Yuring endi aka. Biz o'tib ketaylik, sizlarni qatoringlar. Voy, как хорошо deganda. Ob-havo o'ta go'zal. Tezlashib ketdi yomg'ir ham. Bechoralar yuribdi mana. Har kuni yomg'ir. Bizda yo'q, issiq, bizda quyosh kuyadi O'zbekistonda. O'zbekiston bilan soati bir xil mana. 14:22 obed topib oldim, mana obed qilgani ketyapman. Bizda ham xuddi shu bir xil vaqt. Yomg'ir tezlashib ketdi. Qaranotdan boribni boshqa ketdi.
yaxshi hamda hech kim yo'q. Mana katta больница Sarakovoga, областной deganda o'ta shunday. Mashinalar to'lib ketadi mana. Xizmatlar bor, to'xtash mumkin emas. Bechoralar mana turishdi. Masdan ketyapman. Hech nima yo'q, o'zimda dokumentim bor. Mashinaga yo'q, sug'urta. Страховка qilish kerak. Kuchnaga yetib qoldim, xudo xolasa. Mana shu o'zbekskiy kuchna bo'ladi. Bizga yaqin joydamiz. Ko'rindi deb o'ylayman. Muslar yomg'ir kuchayib ketdi. Tashi tushib bo'lmaydigan darajada ko'l ko'radi, o'sha kirish kerak. Bir amallab kirib olaman. Yaxshi yog'yapti. Kirib boqamiz, kaskini paket qilamiz. Choyli cholib, xudo xolasa sartaroshga boramiz. Video ko'payib ketyapti. Odam ko'p bo'ladi. Ozgina video qilaman ichkaridan. Shu bilan keyingi videoda ko'rishguncha deb qo'yaman. Odam ko'p. Menyusi. Kichkina. Tojikiston natsional yo'qotib boshladik.